siz boya o'zingizni partiya a'zosimi emasmi bilmayman dedingizmi? Men aslida emasdim. Keyin Suyping tanishtirib partiyaga kirdim. Uyda qasam berdim. Lolo. Mushundoq bo'lsa, hisob bo'lamdi, bo'lmamdi. Yolg'iz ikkinlarni bormitinglar? Ha. Men hozir buningga bir nima deyamayman. Iltimos yozganmidingiz? Bundoq sharoitda qanday yozg'il bo'ladi? Paket bo'lib qoladi-da. Bu ishni yuqoriga doklad qilay. Nimalar demayli, ish qilib bu aloqa punktiga siz rahbarlik qilasiz. Bu yuqorining qarori. Sizning partiyaga kirgan ishingiz to'g'riliq. Men yuqoriga doklad qilay. Suypingning tanishtirig'ini hisob bo'lamdi, bo'lmamdi deb shundaqmi? Qoida bo'yicha aytganda-ku hisob bo'lmaydi. Ammo sizning to'ypingizni ko'z tutganda hisob bo'lish kerak. Hay, bunda qilaylik. Men sizga so'rab beray. Ha, ma'qul. Ha, yana bir gap. Uyimda ba'zi narsalar bor edi. Har tarafdan kelgan. Sizmi bilasiz? Shahardagi amaldorlar, harbiy qo'shin ichidagi ba'zi kishilar, ular hammasi maxfiy ishlar idorasidagilardan qo'rqdi. Shon ular menga pulga yaraydigan narsalarni sovg'a qilgan. Ularning ichida birodarlar guruhi, sotqinlarmi bor. Men bu narsalarni qanday bir taraf qilishni bilmadim. Qanday narsalar u? Ish qilib, cho'k oltin, kumush tanga, uy xiti, asaratiqa, apyon. Ish qilib nima pulga yarish shu bor. Lolo. Sizchi qanday qilsak bo'lar? Men yuqoriga topshirib beray degandim. Mol-mulkni yetkash qatardimi? Biroq bizning moddiy ashyolarni yetkash yo'limiz texi ichilmadi. Bunda qilaylik. Yo'l ichilganda men sizga doklad qilay. Ma'qul. Doklad qilay. Shunda qilmayim, amal yo'q o'xshaydi. Putingizni yuyib qo'yay. Vazifa bormikan? Yo'q. Bugun men asosliq doklad qildim. So'qishib qoldingizmi? Yo'q. Lo xo'jayin menga partiyaga kirgan ish hisob bo'lmasmikan deydi. Qoida bo'yicha qilish kerak ekan. U nimani biladi? Uning gapiga quloq solmang. Bizning rayonlik atrofda bir aylan batdi. 12-oyning 8-kuni ishki alvosini o'ltirib, bir ton miltiq o'ljagan edi. 12-kunida partiya a'zosi bo'ldi. Unimi men tanishtirgan. U hisob bo'ldi-yu, siz hisob bo'lmamdikansiz? Yo'q, lo xo'jayin mo hisob bo'lmaydi demidi. Yuqoriga yo'llash kerak ekan shu. Bu qitim uchrashganda men berib, uningga tushuntirib qo'yay. Siz bizning qo'shinda emas, atrofingizda bizning odamlar yo'q. Siz yoshirin kurash qilyapsiz. Siz ularga o'xshamaysiz. Kelar qitim uchrashganda men uningga deyman. Favqulodda ahvol tursa. U maxfiy kurashning nimaligini zot bilamdikan, bilmamdikan. Chechilma. Men oldirmayman. Saqlasam bo'ladi. Tuzukroq xizmatda mushi burnili qilsam, u hisob bo'lmaydi desizlar, hisob bo'lmamdikan. Hisob bo'ladi. Cho'qim hisob bo'ladi. Siz tanishtirgan tursangiz. Loyi, yeyib qo'ydim. Bugun oqshom cho'qim qurimaydi. Albatta qurimaydi-da. Bugun oqshom men bilan yeyiting. Yo'q, siz ovi yoqda, men bu yoqda yatay. Men kresloda yatsam bo'laver. Kresloga yotganni yeyib qo'ydim. Yotganni shiraga yesak bo'ladi emasmi?
yerda yatsangiz men sizni yeb ketamdim. Mendan uncha qochmisingizmi? Menda vabo kasali yo'q. Pastda yotadigan ish bo'lsa men yotay. Charchab ketdingiz. Сөйпе, xato tushunib qolma. Karvatda yotsam, intizomga xilof bo'larmikin deb ansirayman shu. Intizomga xilof? Sizning rahbaringiz shundoq deganmi? Yo'q, ba'zi intizomni deyishning hojati yo'q-ku, shundaqmi? Ish qilib mening rahbarim bir karvatda yotsa, intizomga xilof bo'ldi demagan. Punkt boshlig'ining ayoli bilan ko'rishganda so'rab beqing. Uyimizdagi yiliq asoratiqa, zibu zinnatlarni, yana yiliq apyullarni bir kishi orqali cho'qaltonga tegishkili bo'larmikin? Pomishchiklarning qilig'i bu. Cho'qaltonga tegishib Azat rayonga avatib bersak, uning qanchalik qoral og'ili bo'lar? Sizdan so'rayapman. Tog'ishchida shuncha yil partizanlik qilib, qanchatal miltiq o'lja oldingiz? 3 tal. Shundaqmi? Bu xonim oltinga tegishib nima qilasiz deb so'rab qolsa, yurtimga yerib yeya olaman-da. Yanala pomishchik. Pomishchik? Oltinga tegishadigan bahona bo'lish kerak-da. Tushundim. U cho'ka Altulla ikkimizdan partiya badilimiz bo'lsin. Bo'lamdi. Bo'ladi. Yana nemish bu? Bahasini obdan surishtiring. U xonimlar bek ilgari doim qorong'i bozorga berib turdi, ahvoliga pishiq. Ular bahani bek tuvan qilibmisan? Bilaman. Yana nima gap bu? Tugidi. Men tushib ketaman. Vasipim degan sarang. İşençli xabar qaraganda 94-cünün qarmağındakı bir aqsab şöbə ətirti Mavang bazardakı Ma ailəsinin saray uyida hərbi iskilatdan oğurlab kelgan əşyalarni xufiyanə satadi ekan. Asoslig'i paxtaraq, konserva, yana qishliq turmush buyumlari ekan. Boshlamchisi bormi ekan? Hozir şöbə ətrat boshlig'i Lin Jushen asosan jazmlashib qoldi. Ashu navbatchi bo'lsalar, o'g'irlik delosi sodir bo'ladi ekan. Qatnashuvchilar alayzal 20 ga yetadi ekan. Mavang bozori. Men hozirlardan boshlab boraman. Hay, Leya. Ularni tutgandan keyin oldi bilan iqror xotirasi qoldirib eling. 94-jun nihoyat mutahham. O'zimiz o'sal bo'lib qolmayli. Tushundim. Chavsha. Chavsha. Bu Leyaning-chi mijazi bak cho's. O'zini besololmaydi. Biroq uning yomon g'arzi yo'q. Shundoq. Ikkinglarning orasida tushunishmaslik bor ekan deb anglayman-ku. Tushunishmaslik yo'q emas. Biroq shu uchun ravog'dagi ishda biz bilan maslahatlashgan bo'lsa, yuhampelimning kalasidan juda bo'lmagan bo'ladi. Mening axborotchilarim uning bak g'adiyib ketganini ko'rib, ba'zi axborotlarni ma'lum qilmay, uni kulga qoldirmoqchi bo'lyapti. Bu sizning mas'uliyatsizligingiz. Shaxsiy adovatni umumlikdan ustun qo'yishga bo'lmaydi. Shunaq. Men shunday qilishi mumkinchiligi bor deyapman. Oy, yangi keldi. Men bu yerga ko'nib tursam, aramizda bir ish bo'lgan taqdirdami,
Unaqa yo'l qo'ymanda. Hammasi xizmat uchun. To'g'ri, bu to'g'ri gap bo'ldi. Boshliq. Punktda hozirgacha bir muavin punkt boshlig'ining o'rni bo'sh turyotdi. Yuqoridan bir odam avatish qarzi yo'qmikan? Agar bir muavin boshliq bo'lgan bo'lsa, siz meni yengillab qoladingiz. Doim bunday jabhat atib yuraversangiz, salomatligingizga ta'sir etib qolmasa yana. Boshliq. Ha, Meni izlaganmidingiz? o'tiring. Necha kundan beri ansizchilik besib ketdi. O'ltirib so'zlashgidekmi fursat bo'lmadi. Boshliq. Menga deydigan bir gapingiz bormidi? Ha, hech gap yo'q. Quruq parang shu. Yuan Peylinning o'ltirilishiga siz qanday qaraysiz? Meningcha, asosligi bu odamning muhimligiga qarta tonish yetarlik bo'lmagan. Lu Chaosha bilan Liyaning qaysi bakrak ishga yaraydi? Yuizachinga nisbatan bu kutilmagan so'z edi. U darhol muavin punkt boshlig'ining nomzod masalasini yodiga oldi. Yaqindan buyon u Liya bilan Lu Chaoshan orasidagi ziddiyatdan foydalanib, muavin boshliqlik taxtiga chiqish ustida izlanayotdi. Bu o'rin buningdan keyingi xizmatga intayin foydali edi. Li atrat boshlig'ining iqtidorida chatoq yo'q. Qo'lidan ish keladi. Biroq Yuan Peylin o'ldirilgandan keyin uning Nanjangdan berilgan jazo tex e'lon qilinmadi. Salmoqroq bo'lsak bo'larmikan? Lu Chaoshanchu. Ha, Lu mudirga gap sig'maydi. Salaydi kona. Yana kelib taktikaga boy. Bundan keyin kompartiya bilan hapilishadigan bo'lgandan keyin meningcha mushundaq ishning ipini biladigan chevar odam kerak. Lekin u bak shaxsiyatchida. Biroq boshliq, u Jingjimin jang idora boshlig'i bilan yurtdosh. Idora boshlig'i baxtsizlikka uchragandan keyin Guangdong mazhabidagilarning maxfiy ishlar idorasidagi kuchi zo'rayib ketdi. Bu masalani nima uchun sizdan so'rganligimni bilamsiz? Bilmayman. Men muavin punkt boshliqligiga nomzod o'ylashyapman. Ha. Bo'lmi bo'pti. Buncha cho'ng o'rinni o'zingiz yolg'iz boshqaribmi bek charchab ketdingiz. Nima degan nachar qart bu? O'ynamayman. Meyacha pulim qolmadi. Burunqidan xeyli yaxshi o'ynaydigan bo'lib qopsiz. Meyacha. Bizning uyda saqlaqliq biroz narsalar batdi. Loviyaning do'stlari sovuq qilgan ekan. Sanduqni egallab turganning foydasi yo'q. Sizning tunishingiz jiq, menga yordam qilib cho'kaltonga tegishib beramdikan degandim. Sizchi burunla mushundaq o'ylashingiz kerak edi. Hozir hamma nima saxta bo'lib ketdi. Faqat oltin yombo'lar jingmal. Uyingizda yana qandaq narsalar bor? Shu husni xat, rasm, ko'za, lo'nqa, zibuzinat degandek narsalar. Yana apyummi bor? Zibuzinatlarni ep qilib o'zingiz ishlating, ha? U narsalar bakjiqgan. Uncha jiqnimini qandaq ishlatib bo'la olayman? Yana kelib keyin yurtga qaytib qolsam, u yerda bilayzuk bilan zirli soladi shu. Boshqa narsalarni ishlatgil bo'lmaydi. Cho'kaltonga tegishib yer ilib olsam, hammadan asqatadigan shu. Yana chet elning hiliq tamokisi. Yo'g'on hiliqchu. Ha, uni sigart deymiz. Toza pulga yaraydi. Maxsus chet elliklar oladi. Apyunchu. Apyon? U texmi pulga yaraydi. Uni qanday qilib cho'kaltonga tegishgil bo'lar? Sizga desam, amalliq saqlash uyidagi Tianlujangning xonimining qorong'i bozordan bax xabari bor. Men uni chaqiray, sizga deyishpasin, ha? Miyacha, aldirimsaqmi bo'ladi? Jiq odam bilib ketsa, bizning loyini nafs yomonkan deb qolami? Uning ilgarilishiga ta'sir etib qolmasin deyman, ha? Ahmoq singlim,
Kimni kim bilmaydi. Mushu oz to'la mol bisotni demisa, bir odam amaldor bo'lishga huquqmor bo'lib qopdimi? Kech kunduz demay ishlashni kim xohlaydi? Tianlujangning vaji jang rayoni qo'mondoninikidan qilishmaydi. Bo'ladi. Siz Tian xonimga telefon qiling, u kelsin. Boshliq. Siz kun bo'yi xizmatni topshirib, salomatligingizni ostirmasangiz bo'lmaydi-ku. O'tganda men sizga degan ish haqida yuqoridan esik sap qo'ysangiz bo'larmikan? Gap bo'z qiling. Kimga qaydab berasiz? Boshliq. Men Mavang bozoriga yiliqi nafsgarlarni tutqilib olgan edim. Natijada ularni yarim soat ilgari qo'mondonlik shtab tekshirish atrati tutib ketibdi. Mushuna bilan 2 qitim bo'ldi. O'tgan qitim Xonda teatrxonasida odam tutishdimi tekshirish atratidagilar boldir chiqqan edi. Lokat mudir. Sizning axborotingiz qachonlik to'g'ri bo'la? Mening axborotim nihoyat to'g'ri. Amsa nimishqi tekshirish atratidagilarning odamlari doim oldimizga o'tib oldi. Ularning qo'l ostidagi razgi axborotchilarning maharati shunchalar ustunmi? Undaq bo'lsa, sizmi qo'l ostingizdagilarni tekshirib, axborotning sirtqa qanday chiqib ketganini aniqlab beqing. Men sizga deb qo'yay, Luchovshan. Bo'ldi. Ha, o'tiring. O'tiring, ha. Tutib ketgan bo'lsin, nima bo'pti? Yuzingiz nima bo'ldi? 94-jundagilar odamlarning tutilganligini anglab, ishga qarmashida Mavang bozoriga askar avatibgan. Biz dal shuni qo'lga beribdik. Ular gapga quloq solmay kapni urib ketdi. Qamlashmagan. 94-jundagilarning yuriga yuqnab ketibdi. Vay. Men shu. Bunda quruq gaplaringizni davlat mudofaa ministeriga deb bering. Sizga deb qo'yay. Odam urg'a ofitserni bog'lab menga akab bering. Bo'lmasa sizni nima billa bog'lab akilaman. Kollektiv degan oila demakdir. Yo'ldosh degan qarindosh demakdir. Bu day xo'jayinning bizdan kutgan umidi edi. Axborotning masala ko'rilgandan keyin Lomidir, siz obdaroq o'ylansangiz bo'ladi. Xo'p, boshliq. Atrat boshlig'i. Ko'nglingizga olmang. Bu ish cho'qim aniqlanadi. Nima bo'ldi? Ajab tez-ku. Qaltiskansiz. Bu xonim yordam qildimi? Tianlongjiangning xonimimi bu? Ular qorong'u bozor bilan bek tonish. Ras, nimaga tegishdingiz? Apyonga. Apyonning bunchalar pulga yaraydiganini amni bildim. Albatta. Kim bilan tegishdingiz? Lo'ng'ar degan birisi bilan bek pullar nima o'xshaydi? Bu soltak yana bu hunarga kirishibdi-da. Siz Lo'ng'arni tanimsiz? Ha, qor qo'l edi. Men uning jenini qutqizib qo'ygan. Shundoq odamni qutqazganmi? Ha. Bu ablah yaponlar bilan uzoq aralashgan ekan. Ayni chaqda yaponlarning ichiga qiqib qo'yish uchun bir mix kerak bo'lib qoldi. Yoshirin xodimchi. Men uni turmadan chiqib pristonga qo'yib qo'ygan edim. U taraf qalaymiqan. Bundoq odamlar yayrab ketadi. Hay. Mushuning bilan bizda 3 tal cho'ka oltin bor bo'ldi. Buni naga qo'ysak bo'lar?
Tatmoq sep qo'ysangiz bo'lmadimi? Aycan bo'lmaydi. O'g'ri kirib qas qo'liga naql chiqadi. Undoq bo'lsa o'zingiz xohlagan joyga qo'ying. Men 5 joyini o'ylab qo'ydim. Siz anglab bekmi qaysi eng ishonchli ekan? Birisi karvatning tegi, birisi av tarafdagi mo'rning ichi, qozon beshi, palampayning osti. U yerlar bo'lmasa to'xtatdigi. Astoydilroq bo'ling. Nimaga kulasiz? 3 tal cho'k oltin deganga xeyli ko'p miltiq keladi. To'g'ri. Astoydil bo'lish kerak. Katak qo'yaylik. Katak qo'y ishonchlik. Biroq u o'ylida yana ishonchlik emas. Bo'ldi, katak bo'lsa. Sizdan uni katakning ichiga qo'yib qo'yishingiz hech kimning aqliga kelmaydi. Katak bo'lsin. Ma'qul. Chanmag'andi. Chanmadi. Yomg'ir yog'sa chatoq bo'lmas. Chatoq yo'q. Yuring. Külanga bana, külanga, tas külanga. Ay shu nechtal cho'k oltin sizni chatoq qilib qo'ymasa yana. Nima qarangiz a? Meni marab daxiysiz a? Maranga. Oyjon. Bir yeringiz og'rib ketdimi? Midirliyamidi. Bir nima bo'lmagansiz. Nim bo'ldingiz? Midirlamay turing ha? Men qarab boqay. Midirlamang. Midirlamang. Men midirlayolmadim. Midirlamang ha? Ma'qul, midirlamay. Men qarab boqay ha? Mushemo. Ya, bu yermi ya? Yastıqınız. Turaversin. Siz shuni quchoqlab yetding. Bosh shtabdagi X boshqarma boshlig'i ketibdi. Qaysi X boshqarma boshlig'i? X Jivenchu. Simajiyada siz uning bilan tangsa o'ynagan-ku. Shu odammi? Nega ketibdi? Xizmatni tashlab, savdogar bo'lib ketibdi. Shundaqmi? Yenini tomlab bo'lgandan darhol ketmabdamsa. U aqlli ekan. Tunigun qayni singlimdan telefon kelibdi-kan. Shanxay soqchi idorasidagi jang idora boshlig'i xizmatidan istifa berib, Tayvanga berib dehqonchilik maydoni ichibdi. Ko'rdingizmi? Aqlli odam shunday qiladi. Qalaymi qan gap qilma.
u degan muavin boshliq. Bosh bo'lamdi, muavin bo'lamdi, kimning kari? Hammasi ko'ni juntonchilar. O'z ishiga pishiqkan ular. Oladiganni ep bo'lgandan keyin vaqtida ketib olay degan gap. Bo'lmasa hammadan qo'rq qilishi mumkin. Hay. Dep yiqinglar. Men hozir muavin punkt boshliqligiga kimni o'stirsam muvofiq kela. Luchoshan ne shu? Men tex sizni yuzachingni damikin degan edim. Nima uchun Luchavshan deysiz? Luchoshanni o'stirsangiz, jinjiyamen xush bo'ladi. Ular Guangdong mazhabidan emasmi? Uning ustiga yuziching shav-shav tursa, yuzichingni o'stirsangiz-ku, u bizga yaxshilikni yoqtirib yetadi. Mo'lyanchingning ishida u noyati joyida ish qildi. Kadrlar xizmatining o'zi siyosiy. Ish undaq oddiy emas. Shuytonjang harbiy ashyolarni o'g'irlab sotganning ustiga yana texliyatrat boshlig'ini uribdi. Shundaq. Uning jazoga tortilishi turganli gap. Tianjin punktining uning tish patmaydi. Cho'qim Nanjingga yo'llaydi. Hammamiz hukumatning nenini yeyapmiz. Sizmi bilasiz? Shuytonjang Shin shtab boshlig'ining odami. Siz yordam qilib kelishtirib qo'ysangiz bo'pti ekan. Kelishtirsak bo'ladi. Ammo Shin shtab boshlig'imi ozroq badal to'lamasi bo'lmaydi. Qo'riq gap hech kimga qo'shaqmaydi. Bu oson. Shin shtab boshlig'ining tayyorligi bor. Hammamiz jahon ko'rgan odamlar. Kelishtirish uchun xeyli ko'p dasmoyi ketadi. Kiring. Boshliq, malol qilmaganman. Hech qisi yo'q, ha? O'tiring. To'qson to'rtinchi jundagi Panfugan meni izlab kelib, Shuytonjongning gapini qilyotdi. Uning ishini Nanjingdan so'rasin. Jinoyat ig'ir. Boshliq, men bunday o'ylayman. Doklad texi yo'llanmadi-ku. Tianjin punkti vaqtincha uni besib qo'yib tursinmikin? Shin shtab boshlig'i uning uchun haq to'lash kerak. Haq to'lamdi ekan. Qandoq to'laydi ekan? Panfuganning menga deyishicha, Shuytonjongning uyida bir pikap bor ekan. Stepanik markaliq. Qandoq marka u? Mushuni bilmaydigansizda. Chinnodi ishlatgandek-ku. Yemikan Filippindan amdil akirgan ekan. Agar siz sal ham xo'rlik qilib qo'ysangiz, shu oilasi u pikapni hadiya qilmoqchi. Men mashinaga qiziqmayman. O shu familiya qutulgan bilan men tutilaman. Shundoq. Buni men o'ylagan. Bu Stepanik degan mashina mo'bak ko'ziga yaqin. Men Panfuganga boshliqning xo'sh yo'q ekan deb qo'yaymiz. Mashina bilan kimning xo'sh yo'q ekan? Biroq u harbiy ashyolarni o'g'irlagan. Maxfiy ishlar idorasining qonun ijro qiluvchi xodimlarini urgan tursa, Nanjing hukumatı uni bosh qo'yib yotmaydi. Ularning gunohi o'ziga bak oydin. Shunlar cho'ng badal to'lab, Shuytonjongni qutuldirmoqchi bo'lib yetibdi. Men Panfuganga sizning mashina bilan xo'shingiz yo'qligini desam, u Amerika dollari bo'lsin bo'ladi deydi. Ashu mashinaning bahosi $10. Ularning qo'lidan ish keladi ekan-chimi? Shuncha ko'p dollari bormi ekan? Bu Shuytonjong degan Yaponga qarshi urushda xizmat ko'rsatgan ekan. Yapon qarshi urushda qanday xizmat ko'rsatdi ekan? Suiza hal qilg'ish jangda mukofotlangan ekan. Puti eg'ir yaralangandan keyin ondan 94-junga olmishib, Shin shtab boshlig'ining yendi yurgan ekan. Boshliq, hozir pul degan pulga o'xshamay qoldi. U faqat Amerika dollari bilan cho'ga $6. Qimmatini yo'qotmaydi. O'ylab beqing, bir Stepanik keladigan dollar. Sizdan o Panfugan bilan qanday munosabatingiz bor? Tayidar boshliq kelganda, Yang'anjonning to'qol elish masalasini bir taraf qilish uchun 94-junga doim boradimi emasmi? Shu chaqda tanishib qoldi. O shu degan Yapon qarshi urushda xizmat ko'rsatgan bo'lsa, uning azroq yuz xotir qilib qo'yaylik. O Panfugan degan qandaqroq ishonchlikmi? Buningdan xotirjam bo'ling, hamma ishni o'rinlashtirib qo'ydim. Qora qo'llardan birini tepib pulni shuningga og'izmiz. Pul bizning qo'limizga tekkandan keyin ondan odamni qo'yib beramiz. Agar u qora qo'ldan bir ish chiqib
qolsa-mu, bizning nomimizni setib pulni olgan bo'ladi. Siz hech nimani o'qimayman. Shuytonjoqning Yaponga qarshi urushda xizmat ko'rsatganligini ko'zda tutib, uningga yuz xotir qildim. Boshqa ish bilan munosabatim yo'q deysiz. Siz hamma ishni o'ylashib bo'lgan bo'lsangiz, shunda qiling emisi. Yaponga qarshi urush qahramoni tursa, ularni o'ldirib tugatsak-mi bo'lmaydi-da. Ems shundoq bejiray. Shenyangga burun basang, padişah bo'lasan. Shenyangga keyin basang. Shenyangga keyin basang. Shenyangga keyin basang. Ha. Hukumimizdan hazırlı so'rab yiqing. Bir dona yep-yangi Stepanik markalik mashina necha pulga yaraydi ekan? Buni mi bilmamsiz? Chin Nadinninkidek mashina-chu. Vanchu. Ay, yenge. Kiring. Apandimchu. U aldirashli deydi. Nimaga aldirash ekanligini demaydi. O'ltiring. Bo'ldi. Usuli qiching. Ilang. Boya naqsh aytganingizni angladim. Bulbulga o'xshash shundoq chiroyli aytadi ekansiz. Bizning apandim ovozingiz bek sat, mushuk miyonglagandek deydi. Sizlarning yu apandimi bek aldirashqo deyman. Ha, aldirash. Biz ilgari tanışatdik. Siz bilamsiz? Bilaman. Siz uyda nima ishlarni qilsiz? Kitob o'qib, she'r yozib, kunni kashf qilaman. She'r degan mushkanda. Voy, ajabchi xat o'ynaydi ekansiz. Vancho, bek yaxshi ekansiz. U ilmu maxfiy ishlar idorasi ishlayman. Nima idorasi? Siz uning nima ish qilganligini bilmayotgansizda. Bilaman. Bir binoning ichida ishlaydi shu. Boy siz nima idorasi dedingiz? Maxfiy ishlar idorasi. Bilmaganingizmi yaxshi? Uning xizmatini boshqalar bilmaydi. Nima karim? Oylig'ini uyga akasli bo'ldi. Amsa sizning eringiz-chu? U maxfiy ishlar idorasidimi? Ancha farqlanmaydi. Ushiq tijoratchi edi-ku. Tijoratmi qiladi, boshqa ishni qiladi. U mening bilishimni xohlamaydi shu. Kechgacha o'g'irdak timis qilib. Undaq bo'lsa nima tijoratdi u? Qorong'i bozorchimidi? Qorong'i bozorchig'im o'xshab ketadi, oladi, sotadi. Bu gapni qilishmayli-chu, ichim siqilib ketadi ekan. Ma'qul. Bu tambak ne bizmi nima? Bizning gaplarimiz anglanamdi. Sizlarning aramanglarni buzib qo'yamdi qandaq? Naganda bir. Nagan nima? Naganda bir andisanda anglanib qoladi, biroq aniq uqilib bo'lmaydi. Bek ansirab ketmanglar. Yaqay. Hay, siz bizning Loyi bilan qandaq tanishgan? O'ynashib tanishib qolgan. Qandaq o'ynashib? Qarang, jiddiylashib ketgan ozni. Yu apandimchu bek yuvash. Buningga men guvoh. Hech kim uni azdiramaydi. 100% xotirjam bo'ling. Er kishi degandan boshqa hech nimadan ansirmaydi. Olvasdiq o'xshash bir xotinga uchrab qilib, uning qosh ko'zlarini o'yintib, uyatsiz nozlanib, uni ozdirib ketishidan ansiraydi. Yenge, er kishining taladagi xotinlar bilan tepishib olishini uydagi xotinning do'tligidan ko'rish kerak. Umi to'g'ri. Hay, sizning eringiz bek durust odam o'xshamamdi. Bu jihatda mening ko'nglim to'q. Uning har qanday ishni qilish mumkinki, taladin xotin tepilish mumkin emas. Nima uchun? Chunki bir er ayoldan erishmoqchi bo'lgan hamma narsa menda tamoman bor. Shunga uni taqinmaydi.
Singlim, siz qaltiskansiz. Yumo der. Hamma narsa mushuning ichida. Lo'ngor tekshirdi. Sizga topshirib berdim hamsa. Uni qo'yib etayli. Siz bijiring. Nanjingning yo'l yuriq edi. Liyaterat boshlig'ining fikri chiqib qoladimi? Yuan Peylining o'ldirilganligi haqidagi doklad mening qo'limda. Uni men bostirib qo'ygan. Uning nima fikri bo'ladi? Hay, to'xtab turing. Mundaq bir ish. Jungtongning sesiq nomini nimaga o'zgartgan edi? Dangtong idorasi. Ha, to'g'ri. Dangtong idorasi. Dangtong idorasining Shandongdagi iqtisodiy tekshirish o'migining muavin boshlig'i Jivimen huquqidan foydalanib, bankada zo'r miqdorda qonunsiz savdo qilib, oshkoralanib qolgandan keyin qochib ketibdi. Ye Shifeng uni qo'lga tushiraman deb davrang sep qo'yib, amaliy unumga erishamabdi. Huyanjang buningdan qattiq g'azablanib, Mao idora boshlig'iga bizning maxfiy ishlar idorasining Jivimenni tutishiga bishorat beribdi. Jivimen? Bu odamni men taniyman. Burun markaziy siyosiy maktabda edi. To'g'ri. Koni islohot mazhibining uning singlisi Tianjin ekan. U mushiya kelib yo'shirinishi mumkin. Uni tepib qonuniy jazoga tortish kerak. Men topam nima? Muvofiq bo'ladimi? Bunda harakatga liyaterat boshlig'i mas'ul bo'lsa. Uning Luchovsha bilan purchig'i pishmaydi. Ziddiyat jiddiylashib ketmasin deyman. Eng yaxshisi bo'li siz bering. Sizni men bering dedim. Xo'p. Ularning uyining eshik derazalari chang etiklikkan. Qo'shnilar yaqindan yaqi ularning uyiga doim notish odamlar kirib chiqib yuruydi deydi. Oqshomliqi ularning tokini uzib etib, men tokchi deb kirib tekshirib baq. Agar heliqi J degan uyda bo'lsa, lamjimni men yenib chiqib, aytmang doklad qil. Vancho, sizlarning apandim qachon qaytib keladi? Az qoldi. Tugiri yemigili uzun yil bo'pti. Ochiq suv samsoqlar bilan toza payzi bo'ladi-da. Voy, qarang Mao yangingizga, uni bo'lib etibsiz. Nima degan maynat? Men turib qo'yay. Erkish degan falokat bo'ladi ekan, shundaqmi yangi? Yengam ekan. Texi yaxshi bo'lib qolgan bu. Burun belaklarga surkib oladi. Ha, bo'ldi, bu yoqni men turib qo'yay. Singlim, siz degan o'qigan nozik qiz bola. Sizning yumron qo'llaringiz uning belkiga tegib ketsa, ishni siyib soladi, jumi? Nima deb jo'ylayapsiz? Hech qisi yo'q, aka. Yangangiz o'zi yaxshi, biroq shu og'zi bezabrak. Burun biz suyishgan-ku. Unutib qoldingizmi? Hozir bu unda qimmatlab ketibdi. Boldurqidan 6 ulush o'sibdi. Yenge, bu xemirni bek yaxshi yo'g'iribsiz. Shundoq yumshoq. Ha. U keldi. Voy, Yuapandi. Shayapandi teshliqmi? Ha, teshliq. Bak aldirashgansizda. Ha, yo'q, bekapalaqshib yurdim shu. Voy, tugra. Tugrini yana ko'rdim. Ota-onamdan judo bo'lishdan ilgari eng oxir qitim yegan tomog'im tugri bo'lgan edi. O'lgir olvasdilar. Biz qo'shni bog'liq xeyli kunlar bo'lib qoldi. Men texich uqmaydi ekanman. Yuapandi, qayerda mansab tutisizkan? Mansab degili bo'lmaydi.
Harbiy lazimatliklar punktida jigir etim ishlarni qilaman. O'zingizchi? Ha, astola ipak raq sodisi qilaman shu. Rostini aytsam, yu apandi, siz ortiqcha ansiravyapsiz. Hozir nurg'un shaharlardagi maxfiy ishlar idorasi sirtqi qarta salohiyatini oshkorlayapti. Siz texichi sir saqlayapsiz. Shayx apandi, siz qandaq segmeni maxfiy ishlar idorasining deb jazmlashtirsiz?